Erkak kishining sevgisini o'ldiradigan 4 ta narsa. O't bilib olinglar. Birinchisi, o'sha qizni boshqa erkaklar bilan bo'lgan iliq munosabati. Xoh aka, xoh uka, xoh o'rtoq bo'lsin, farqi yo'q. Erkak kishi bildirmasa ham ko'ngli og'riydi ichida. Ikkinchisi, yolg'on gapirishligi va o'sha yolg'on gapi baribir bir kun fosh bo'ladi. Fosh bo'lganda tan olmay turishi. Bu ham juda ham katta nafratni olib keladi erkak kishidan. Uchinchisi, har doim erkak kishi birinchi yozganda unga befarqlik qilib, be'tiborlik qilib, kech javob qaytarish. Bu ham erkakning g'ururiga ta'sir qiladi, ko'ngli sinishiga olib keladi. Chunki biz erkaklar ayoliga, sevgan qiziga har doim birinchi darajali bo'lishimizni xohlaymiz. Sababi bizga suyanishini, har doim biza birinchi darajali bo'lishimizni xohlaymiz.